tarozga qo'yib turib zapravka qilyapti. Nimaga? Sabab mana bu yerda o'zi standarti bo'yicha ko'rsatib qo'yibdi. R +34 A 600 gram +-20 degan. Normasida qo'yishsa muzlatish ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tarozga qo'yib turib gramlab uriladi. Mana zapravka qilinayotgan paytda konditsionerda ikkita mana visokiy, niskiy давление ulanadi. Mana ichkariga niskiy, visokiy. Keyin to'liq vakuum qilamiz, noldan zapravka qilamiz. Zapravkasi ozgina kamagan hisobiga qilyapti. Xo'p, mana vakuum apparatni ulaymiz. Visokiyni ham, niskiyni ham ochib qo'yamiz. Bu to'liq vakuum qilib ichiga tortib oladi. Ichiga tortib chiqarib tashlaydi. Qaranglar, nol emas, minusga tushiradi. Minus bo'lgandan keyin visokiyni yopib qo'yamiz. Qizil tarafga yopib qo'yamiz. Yashil taraf ochib turadi. Bu dalshi tortadi mana. 0 bu yoqda, bu minusga qarab tortadi. Ichidagini to'liq chiqarib oladi. Yatishi idealniy bo'lish holatda mana ko'rsatib bo'ladi. Ikkidan sal ashura turibdi. Niskiy davleniyamiz, visokiy davleniyamiz mana. Nimlashdan sal pastroq, lekin muzlatishi zo'r bo'ladi. Дополнительный ventilator qo'ysa foydasi bormi deydi ko'pchilik. Foydasi realniy bo'ladi. Suv yaxshi bo'lgandan keyin muzlash ham yaxshi bo'ladi.